Assalomu alaykum hurmatli sport muxlislari, qadrli teletomoshabin do'stlar. Boks bo'yicha yoshlar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatiga sizlarni taklif etamiz. Qizil burchagiga Qoraqalpog'iston Respublikasi vakili Pirniyazov Amirxon taklif qilinadi. Barining ko'p burchagiga Namangan viloyati vakili Habibullayev Xayrulloh taklif qilinadi. Qadrli muxlislar, reportajimizni davom ettiramiz. Navbatdagi juftlik ham yengil vazn toifasida 55 kg vazn toifasida Qoraqalpog'iston Respublikasi va Namangan viloyati vakillarining to'qnashuvini kuzatamiz. Qizil burchakka Amirxon Pirnazarov taklif etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasidan. Namangan viloyati vakili esa ko'k burchakda o'rin oladi. Xayrulloh Habibullayev. Jang referisi G'ulom Xidirov. Takroran ikkinchi hakam To'laganov Karim. İkinci hakem To'laganov Karim. Demak, barchasi tayyor. Rasmiy ko'rsatmalar referi tomonidan aytib o'tilmoqda. Yana bir karra Xayrulloh Habibullayev esa ko'tarinki kayfiyatda raqibiga omad tiladi. Kuzatamiz, 11-raqamda saralangan Qoraqalpog'iston Respublikasi vakili ushbu musobaqaga. Gavdaga zarbalar sportchilar tomonidan Pirnazarovning zarbasi yetib borgani yo'q bu safar. Zarbalar almashinuvi, Habibullayevdan aniqroq zarba. Zarba bergandan so'ng juda tezlik bilan Xayrulloh mana shu nuqtadan chiqib ketyapti. Yana uning bosimi hozircha davom etadi. Yaxshi kutib oldi Pirnazarov raqibini. Oldinga raqib kelayotgan paytda Pirnazarovga tanaga zarba berishga erishmoqda. Ancha uzoq va o'rta masofalarda jang qilishga harakat qilmoqda sportchilar. Va kutilmaganda oldinga intilib zarba berib chiqib ketishga urinishlarini ko'ryapmiz. Taktika shunday hozircha. Kutyapti Pirnazarov. Habibullayev esa tez-tez hujumga kiryapti. Yo'q, bu safar yetib borgani yo'q uning zarbasi. Yaxshi seriya gavdaga, so'ng boshga zarbani ko'tardi. Habibullayev yo'q, yetib borgani yo'q. Pirnazarov biroq o'zi zarbaga tutildi. Hujum qilish asnosida. Seriya yana Habibullayevdan. Yaxshi zarba bilan kirib bordi Namangan viloyati vakili. Va klinchdan zarba bilan chiqib ketmoqda Habibullayev. Pirnazarov ringda yaxshi harakat qilyapti oyog'i bilan. Kech qolyapti Amirxon Pirnazarov.
o'ziga xos mana bu aytish mumkin bo'lsa zamonaviy boks vakillarining harakatlarini ko'ryapmiz. Mana bu Amirxon Pirnazarovda mana. Faqat zarbalar u qadar emas. Oyoqda harakat qilishi yaxshi, raqib zarbalarni his qilyapti Pirnazarov Amirxon. Ammo qarshi hujumda kechikyapti. Qoraqalpog'iston Respublikasi vakili. Natijada barcha hakamlar Xayrullo Habibullayevga birinchi raundda ustunlikni berishgan. Albatta e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Sound. Ikkinchi raundga sportchilar taklif etilyapti. Bosim Amirxon Pirnazarovdan gavdaga zarba, biroq javob chakki bo'lgani yo'q. O'z vaqtida Namangan viloyati vakili tomonidan jeb Habibulloh tomonidan, Xayrulloh Habibullayev tomonidan hozircha Pirnazarov jo'yali javob bergani yo'q. Mana endi asosiy zarbani ishga soldim ring markazida. Ammo bir necha unga munosib javoblar bo'ldi o'z vaqtida Namangan viloyati vakili tomonidan. Bu uchrashuvda hakamlarning yakdil qarori bilan g'alaba ko'k burchak Ernat Jakipov gol chiqdi. Faqat javob maktabi vakili. Chaqiriladi 7-chi juftlik. Bahodir Alisherov, Xorazm viloyati, Elyorbek Nuriddinov, Surxondaryo. Mana shu raqib bosimidan endi Habibullayev osonlik bilan chiqib ketyapti. Jeb tezlik borasida ancha mahorati borligini ko'ryapmiz. Vodiylik sportchining tinimsiz oyoqda harakat va tez-tez kutilmagan zarbalar va imkon qadar o'zi ochiq jangga kirishmayapti. Yaxshi bu yerda. Yakkalik zarbalar o'tyapti. Yakka kam lekin aniq kuchli zarbalar. Xayrulloh Habibullayev tomonidan navbatdagi urinish ham samarali. Ring markazida esa kutib qolyapti va biror bir jiddiy qarshilikni ko'rmayapmiz hozircha Pirnazarovdan. Yaxshi gavdaga zarba Habibullayev tomonidan raqibning tezligini ham mana shu tarzda ishdan chiqaryapti u. Aksariyat zarbalar aniq, sifatli. Palapartishlik yo'q Habibullayevda. Ochig'i birinchi raundda Pirnazarov oyoqda juda yaxshi tez, aniq harakat qilgan edi. Hozir esa deyarli harakatlar kam. Ring markazida turibdi, ammo ancha-muncha zarbalarni o'tkazib yubormoqda. Yana ikkilik zarbasi Habibullayevdan. Yaxshi Habibullayev so'nggi raund. Ikkinchi raundda ham yana bir zarba bilan ushbu raundni poyoniga yetkazmoqda. Juda faol bo'ldi Xayrulloh Habibullayev raqibiga qaraganda. Oyoqda juda chiroyli ishladi va buni aynan zarbalar bilan birgalikda uzviylikda olib borgani juda samarali chiqdi. Yakunda bu safar ham beshala hakam bir ovozdan aynan Xayrulloh Habibullayevga g'alabani berishmoqda. Nimagadir Amirxon Pirnazarov ikkinchi raundda ring markazida turib jangni davom ettirdi, lekin zarbalari ancha
aniq bo'lmadi. Kam. Ustiga ustak vaholanki birinchi raundda ancha-muncha faollik bo'lgan edi Pirnazarovda ham. Seconds out. Uchinchi raundni kuzatamiz. Qadrli muxlislar, mana endi Pirnazarov qo'llarini baland ko'targani holda bosimni uyushtirishga harakat qila boshladi. Habibullayev esa uning atrofida aylangani holda jangni davom ettiryapti. Yaxshi zarbalar aniq o'tayapti. Aksariyati to'g'ridan yo'llanayotgan zarbalar Habibullayevda. Xo'k. Qarang, bir ikkita zarbalar mana bu yerda uppercutni ham o'tkazdi va darrov ana shu nuqtadan ketyapti va raqib atrofida chiroyli tarzda aylanib, zarbalar yo'llab yaxshi 4 ta zarba aniq ortga chekinishga majbur bo'ldi Pirnazarov va to'xtab qolmoqda. Bundan unumli foydalanyapti. Habibullayev gavdaga zarbalar. Mana endi yana ana shu avvalgi birinchi raunddagi harakatlarni boshlamoqda Pirnazarov. Kutyapti, raqib oldinga intilyapti, garchi g'alabaga erishayotgan bo'lsa-da. Yaxshi ikkilik zarbasi Pirnazarovdan. To'xtab qolyapti Pirnazarov. Zarba o'tkazgandan so'ng to'xtab qolmoqda va qo'sha olayapti o'z vaqtida Xayrullo. Zarbalar uzviyligini ta'minlayapti. Qarang, mana bu yerda ham raqib hujumga o'tmoqchi edi. Bitta zarba bilan uning hujumini buzdi va ana shu nuqtadan ketyapti. Juda aqlli harakat qilyapti Namangan viloyati vakili. Daraja borasida ancha katta farq sezilyapti. Mana endi sekin-astaring burchagiga qisib bordi Amirxon, biroq xavotir bor, cho'chiyapti baribir. Qarshi zarbalarni o'tkazib yuborish xavotiri bor unda. Chap qo'lni o'tkazdi. Habibullayev yana qo'shmoqda. Seriya uning tomonidan yana bosh ortga qalqib ham ketdi. Pirnazarovning gavdaga so'ng boshqa zarba o'ng qo'l bilan Habibullayevda. Habibullayev bu raqib bilan xuddi mashg'ulotdagidek ishlay boshladi, ayniqsa 2-3 raundlarda. Tinmayapti lekin va uning harakatlarining samarali bo'lishiga qaysi ma'noda yo'l ham qo'yib beryapti Amirxon. Yetib borgani yo'q Amirxonning zarbalari. Yaxshi Pirnazarov va bu yerda mana ochiq jangga kirmoqda Amirxon ham. So'nggi soniyalar va yakuniga yetdi va bu yerda gap bo'lishi mumkin emas. Habibullayev haqiqatda ham yaqqol ustunlik qila oldi. Demak, rasman g'olib e'lon qilinadi. Hakamlarning yakdil qarori bilan ko'k burchakdagi bokschi Shubhasiz Xayrullo Habibullayev Namangan viloyati vakili 5-0 hisobida g'alabaga erishgan holda keyingi bosqich yo'llanmasiga ega bo'lmoqda. Aytish kerakki, 55 kilogramm vazn toifasi 16 dan bir bosqich uchrashuvi va siz bilan birgalikda Mudofaa vazirligi vakili Elshotbek Bahodirov va farg'onalik Abbos Jumaboyev qarshiligini kuzatamiz. Dastlab, demak, sportchilar o'z o'rinlaridan joy olishgan, tajribali mutaxassislar janglarni boshqarib borayapti va bilamizki, yengil vazn toifasidagi yana bir saralash jangi bahs ham albatta qiziqarli kechadi, chunki
har bir sportchilar mana shu musobaqada ishtirok etayotgan har bir sportchilar ancha mahoratga ega bo'lgan. Jumladan bu yerda Elshotbek Bahodirov O'zbekiston chempionatida sovrindor bo'lgan. Qozog'istonda va o'tkazilgan xalqaro musobaqada ham yuqori natijaga ega bo'lgan. Shuningdek, Abbos Jumaboyev ham farg'onalik sportchi ham hozirga qadar bir qator musobaqalarda o'z mahoratini ko'rsatishga erishgan. Ramziddin Ahmedov aynan farg'onalik Abbos Jumaboyevning burchagida o'z hamkasb bilan birgalikda bilasiz, Ramziddin Ahmedov o'z vaqtida sportchilik faoliyati davomida ham yuqori natijalarga ega bo'lgan edi. Jumladan yarim professional WBC yo'nalishi bo'yicha musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etgan, hatto qozog'istonliklar tomonidan taklif olgan holda yarim finalga qadar yetib borgan edi. Astana Arlan jamoasi tarkibida. Bilasiz, legionerlar odatda kuchli sportchilar legioner bo'ladi. Bejizga ular xorijdan sportchilarni taklif etmaydi, ayniqsa Qozog'iston. Va biz e'tibor qaratamiz. Xo'sh, Elshotbek Bahodirov va Abbos Jumaboyev jangida hozircha Elshot hujumni boshladi. Yaxshi, Jumaboyev tomonidan zarba, ikkilik. Yana o'tkazdi, ikkita zarbani u. Har ikkisi ham yaxshi ochiq jangga kirishdi. Bu yerda zarbalar almashinuvi. Bahodirovning jeplari yetib borgani yo'q. Bu yerda Jumaboyevdan aniq zarba. Yaxshi kutib oldi Elshot raqibini. Faol jeplar bilan yaxshi ishlayapti Bahodirov ham. Taktik jang ketyapti hozir birinchi raundda. Sportchilar butunlay hujumga o'tib ketayotgani yo'q, himoyani esdan chiqarmagan holda to'la to'kis murabbiylar ko'rsatmalarni amalga oshirmoqda. Elshotning zarbalari yetib borgani yo'q. Mana endi bu yerda ko'rdingiz kim tomonidan qanday zarba yo'llanganini. Jumaboyev o'tkazdi o'ng qo'lni. Yaxshi, uning tomonidan yana bir necha zarbalar. Abbos yaxshi gavdaga zarba qo'shyapti. Jumaboyev bosim bilan harakat qila boshladi. Yaxshi. Gavdaga zarba, o'zi ham qabul qilib olishga majbur bo'ldi zarbani. E'tiborlisi Jumaboyev ring burchagiga taqab bordi raqibini. Biroz og'riq sezgandekman Bahodirovda. Yana ana shu gavdaga zarba. Ana shu nuqtaga tez e'tibor qaratyapti Abbos. Chap qo'li raqibning tanasiga yo'llanayotgan zarbalar ancha og'riqli. Yana ana shu nuqtaga e'tibor qaratdi. Kapa tushib ketdi bu yerda. Elshot Bahodirovning kapasi. Bosimi aynan Abbos Jumaboyevning bosimlari xavfli ko'rinish olyapti, kuchli chiqayapti, samarali bo'layapti. Bu uchrashuvda 3-raundda yaqqol ustunlik bilan ko'k burchak. Ikkilik zarbasi Bahodirovdan yana ana shu gavdaga e'tibor qaratmoqda Jumaboyev. Yaxshi qarshi kutib oldi. Qarama-qarshi zarbada tutdi Jumaboyev va birinchi raund yakuniga yetmoqda. Menimcha, keling voqealardan ilgarilamaylik. Rasmiy hakamlarning shubhasiz Jumaboyev g'alaba qozonmoqda. 5-0. Referi Abdualimov. Yon tarafda hakamlar Baratov, Barat
Yo'ldashev, Baratov, Bazarov, Arzikulov, Tursunov. Second out. 8-chi juftlik taklif qilinadi. Demak, ikkinchi raund boshlandi, qadrli muxlislar. Sirdaryolik mutaxassis Elyor Bekmurodov jangni boshqarib boryapti. Bu yerda Abbosning zarbasi, Jumaboyev jeb Bahodirovdan, lekin o'ng qo'lni qo'sha olgani yo'q. Aksincha raqib tezlik bilan Jumaboyev hujumga kirishdi. Uning yana bir hujumi. Jumaboyev tezroq, faolroq, aniqroq hozircha. Yaxshi o'yin. Chap qo'lni o'tkazdi Bahodirov. Bahodirovda biroz ishonch kamaydi. Mana bu yerda chap qo'lni o'tkazdi-yu. Biroq raqib tezroq, kuchliroq zarbalarni yo'llayapti. Qap uchib ketdi bu yerda zarba ta'sirida. Nimagadir Mudofaa vazirligi vakili kutib qolyapti. Natijada o'zi boshlab samarali yakunlamoqda farg'onalik sportchi. Jumaboyev yana gavdaga zarba, og'riqli bo'lyapti. Ana shu gavdaga yo'llanayotgan zarbalar yuzida aks etyapti. Har bir zarba ana shu gavdaga yo'llanganda majbur bo'lyapti ana shu nuqtani yopishga. Natijada boshi ochilib qolmoqda Bahodirovning. O'ng qo'l o'tkazdi. Bu safar gavdaga Bahodirov ancha kuchli og'riqni his qilyapti. Elshot tanaga zarba bergandan so'ng ana shu ondayoq boshga zarbalarni qo'shyapti. Mana bu yerda ham ikkilik zarbasi Jumaboyevdan. Juda yuqori tempda jangni olib boryapti. Elshot Jumaboyev, Abbos Jumaboyev bu yerda tashabbusi o'z qo'liga oldi. Butunlay o'z qo'liga oldi. To'xtab qoldi ring burchagida. Elshot so'nggi soniyalar va bu raundda ham to'la to'kis o'z ustunligida o'tkaza oldi Abbos Jumaboyev. Va hakamlar ham xuddi birinchi raunddagi kabi farg'onalik sportchiga ustunlikni taqdim qilyapti. 5-0. Second out. Demak, so'nggi 3-raundni kuzatamiz. Qani Abbos Jumaboyev
Yana bir zarba aniq. Farg'onalik sportchidan yaxshi kutib oldi raqib hujumga o'tayotgan paytda. Bu yerda Elshotning zarbasi. Ring markazida zarbalar almashinuvi. Ancha o'ziga keldi Elshot ham. Odatda qarama-qarshi zarbalar orqali javob bermoqda Bahodirov. Yaxshi kirib bordi Bahodirov u yerda. Mana endi afsuski yana tezlikni oshirmoqda. Jumaboyev gavdaga so'ng boshqa zarbalarni yo'lladi. O'tkazib boryapti yana Bahodirov. Biroz tin oldi va navbatdagi hujumga kirishmoqda Jumaboyev. Ochig'i Elshotbek Bahodirov ham yaxshigina zarba ko'tarar ekan bu yerda yana bir zarbani o'tkazib yubormoqda. Yana kapasi uchib ketdi uning. E'tiborlisi Abbos Jumaboyevning otasi ham shu yerda ekan. Aynan bizga yaqin ringda. Farzandini ruhlantiryapti. Gavdaga zarba so'ng mana ko'ryapsiz. Yondan hukni yo'lladi. Yana to'g'ridan cross ikkilik zarbasi qo'shni chap qo'lni. Aksariyat zarbalarni o'tkazib yubormoqda Elshot Bahodirov. Yarim daqiqa qoldi so'nggi raundning yakuniga yetishiga. Butunlay himoyada qolib ketmoqda Bahodirov. Aksariyat zarbalarni barchasi tegayapti. So'nggi soniyalar ham mana yakuniga yetib bormoqda va bo'ldi. Jang yakuniga yetdi va tashakkur bildiramiz har ikki sportchiga ham qiziqarli jang uchun va bu borada albatta juda katta ustunlik Abbos Jumaboyev tomonidan bo'ldi va demak bokschi g'alaba qozondi. demak Farg'ona viloyati vakili Jumaboyev Abbos Jumaboyev Ismoil Rustamovning shogirdi bu yerda total ustunlik qildi va g'alabaga erishmoqda. Samimiy tabriklaymiz Abbos Jumaboyevning va uning murabbiylarini. Va o'z navbatida biz Elshotbek Bahodirovga ham zafarlar tilab qolamiz. Qadrli muxlislar, reportajimiz davom etadi. Endi Surxondaryo va Toshkent viloyati vakillarining qarama-qarshiligini kuzatamiz. Bu sportchilar ham 55 kilogramm vazn toifasida saralash jangini o'tkazishadi.
Aytish kerakki, yaqindagina yakuniga yetgan kattalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatida ham Surxondaryo viloyati vakillari yaxshi natijalarga erishdi. Toshkent viloyati-ku avvaldan ana shu doimo yuqori natijalarga ega bo'lgan. Barcha yosh toifasida. Bu albatta mana shunday keskin qarama-qarshiliklar yurtimiz terma jamoasining kuchayishiga xizmat qiladi. Surxondaryodan, demak, qizil burchakda Asadbek Karimov o'rin olgan, ko'k burchakda esa Nurbek Shodiyev, Toshkent viloyat vakili. Aytish kerakki, Nurbek Shodiyev O'zbekiston chempionatida yuqori natijaga ega bo'lgan, g'oliblar safidan o'rin olgan. Xalqaro musobaqalarda, jumladan Qozog'istonda, Tojikistonda o'tkazilgan xalqaro musobaqalarda shohsupaning yuqori pog'onalaridan joy olishga muvaffaq bo'lgan Shodiyev. Endi amalda qaysi sportchi qanday tayyorgarlikka ega, albatta birgalikda kuzatamiz. Demak, jang referisi Kozimjon Ahmadaliyev, andijonlik mutaxassis ruxsat berdi. Birinchi raundga kuzatamiz. Yaxshi, hozircha zarbalar tekkani yo'q, harakatlar bor. Mana bu yerda Shodiyevning zarbasi o'tdi. Hozircha Shodiyev nisbatan aniqroq. Yaxshi jeb. Yana ikkilik zarbasi Toshkent viloyati vakili tomonidan. Sekin-asta tashabbusni o'z qo'liga olishga harakat qilyapti. Juda tez harakatlar sportchilarda. Yaxshi. Zarbalar xilma-xilligi yaqqol ko'zga tashlana boshladi Asad Nurbek Shodiyevda. Demak, qanday zarbani o'tkazmoqda Shodiyev. Klinchda ham sportchilar tinayotgan yo'q. Hech bir jabhada bir-biriga yon berish, imkoniyatni boy berish istagida emas sportchilar. Ikkilik zarbasi Karimov tomonidan. Yetib borgani yo'q Karimovning zarbasi. Aksincha o'z zarbani o'tkazib yubordi, juda tez. Tezkor bu yerda. Ishonch yuqori Shodiyevda. O'ziga bo'lgan ishonch yuqori. G'alabaga bo'lgan ishonch yuqori unda. Mana shuni harakatlar samaradorligida namoyish etmoqda Nurbek. Yana bir hujumga tayyorgarlik. Yaxshi o'tkazdi bu yerda Karimov zarbani. Ko'proq boshqa zarba yo'llash kerakligini uqtirmoqda Shodiyevga murabbiylari. Bizga yaqinroq burchakda bo'lganligi bois biz eshitib turibmiz ularning fikrlarini. Sport akademiya Zulfikar Adhamjonov javob qaytardi. Va birinchi raund yakuniga yetdi va bu yerda albatta g'alaba ko'k burchak. Imronbek Ismoilov gol chiqdi, Toshkent shahri vakili. Barcha hakamlar Nurbek Shodiyevga birinchi raunddan so'ng g'alabani berishdi. To'qqizinchi hakamlari referi Tursunov, yon tarafda hakamlar Hidirov, Adashov, O'razov, No'monov, Yakubova, Qurbanov. Bir ringda hozirgina Imronbek Ismoilov g'alabaga erishdi. 55 kg vazn toifasida Toshkent shahri vakili u Sirdaryolik Shahboz Alibekovni mag'lubiyatga uchratgan. Aytish kerakki, Imronbek ikkinchi raqamda saralangan ushbu musobaqada. Chaqiriladi 9-juftlik Dilshodbek Rakibberganov
Sport akademiya. Bizda Zulfikar Adhamjonov. ikkinchi raundga sportchilar taklif etilmoqda. Ahmadaliyev tomonidan mana endi vaziyatni o'nglash uchun Asadbek Karimov shiddat bilan bahslarga kirishdi, jangni boshladi. Hozircha yomon emas, faqat uni davom ettirish kerak. Yo'q, bu yerda biroz oyog'i ilinib qoldi. Nurbekning yaxshi qo'shdi, ha? Asadbek Karimov birinchi raundga qaraganda jeplar bilan gavdaga zarba. Yaxshi kutib olma bu yerda seriya yaxshi. Albatta bu holat yoqmaydi Nurbek Shodiyevga. Yaxshi, masofani yaxshi his qilyapti, yaxshi kutib oldi Karimov. Yana oldinga intilmoqda u. Biroq masofani ko'ngildagidek ushlay olmayapti. Ya'ni hujumga o'tayotgan paytda yaqin masofaga kirib qoldi. Hozir ham bu yerda albatta yaqin masofa uning uchun biroz murakkablik keltirib chiqardi. Chunki bo'ydorroq raqibiga qaraganda. Yaxshi gavdaga zarba so'ng boshga. Bu yerda Nurbek da biroz palapartishlik kuzatilayotgandek. Asadbek Karimov hozircha yomon emas. Yaxshi bu yerda ham qarama-qarshi zarbalar almashinuvida ham ancha faol bo'ldi u. Biroq ana shu hujumga o'tish paytida ozgina masofada masofani chamalashda xatoga yo'l qo'yapti. Yaxshi, raqib oldinga intilgan paytda javdaga zarba bilan to'xtatdi uni. Og'zaki ogohlantirishlar ko'payib ketdi. Natijada rasmiy ogohlantirishga aylandi bu Asadbek Karimovga. Yaxshi hujumlar tashkil qilayotgan edi. Biroq rasmiy ogohlantirish nima bo'ladi endi albatta salbiy ta'sir qiladi. Mana endi klinchlar ko'payib ketdi. Har ikkisida ham mana shunday tarzda klinch orqali ikkinchi raundni yakunlaydigan bo'ldi sportchilar. Ikkinchi raundda ikkita hakam Asadbek Karimovga g'alabani berdi. 3tasi esa Nurbek Shodiyevga yana g'alabani berishgan. Chunki bu yerda rasmiy ogohlantirish ham borligini esdan chiqarmaslik kerak Karimovda. Aslida nisbatan yaxshiroq bo'ldi. Lekin ogohlantirish evaziga bu yerda kichik farq bilan imkoniyatni boy bermoqda Karimov. Ikkinchi raund. Yomon emas, har qalay ikkinchi raundda yaxshi harakat qildi Karimov. Mana endi so'nggi raundda imkoniyati bor. Yanada o'zini namoyish qilishga faqatgina Nurbek Shodiyev unga imkoniyat beradimi? Birinchi raundda zo'r harakat qilgan edi u. Yirik zarbasini o'tkazdi. O'xsh. Karimov ketma-ket aniq zarbalarni yo'llamoqda. Klinch bu yerda. Aniqlik ancha oshdi Karimovda.
Biroz boshini ko'tarib harakat qilish kerakligini uqtirmoqda referi Asadbek Karimovga. Yaxshi kutib oldi Shodiyev, biroq ikkilik zarbasi Karimov tomonidan. Asadbek, qarang qanday aniq zarba. Karimovda mana endi ancha samarali harakatlar ko'zga tashlana boshladi. Ancha xotirjam bu yerda to'g'rida yo'llagan zarbani yana aniq o'tkazmoqda. Aksincha ikkinchi tomonda biroz pala-partishlik boshlandi. Asadbek Karimov raqib hujumlariga chap bergani holda aniq zarbalarni yo'llashni boshladi. Albatta yaqin masofa Karimov uchun samarali emas. Ammo jismoniy holati raqibiga qaraganda yaxshiroqdek tuyulyapti. Boshida yuqori tempda jangni boshlagan edi va kuchini taqsimlash borasida muammoga duch kelyapti. Menimcha Shodiyev 22 soniya qoldi. 3-raundning yakuniga yetishiga. Klinchlar ko'payib ketdi bu raundda ham. Va so'nggi raund ham poyoniga yetmoqda. Albatta xulosa bor har kimning. Bu borada rasmiy xulosa baribir muhim hisoblanadi. Ushbu uchrashuvda Demak jang g'olibi. Yakdil qarori bilan ko'k burchakdagi bokschi Demak Nurbek Shodiyev viloyati vakili so'nggi raundda ham Nurbek 3-2 hisobda g'alabaga erishdi va yakunda unga ustunlik berilmoqda. Toshkent viloyati vakili. Albatta surxondaryolik Asadbek Karimovda ham anchagina mahorat borligini ko'rdik. O'ylaymizki, mana shu jang xatolari, yutuqlardan to'g'ri xulosa chiqargani holda faoliyatini samarali davom ettiradi. 9-bellashuv 65 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Jang referisi To'laganov, yon hakamlar: birinchi hakam Jo'ldasov, ikkinchi hakam Urdushev, uchinchi hakam Qurbonov, to'rtinchi hakam Farmonov, beshinchi hakam Karimov. Ringning qizil burchagiga Buxoro viloyati vakili Zayniddinov Jahongir taklif qilinadi. Va ringning ko'k burchagiga Samarqand viloyati vakili Shodiyev Asilbek taklif qilinadi. Qadrli muxlislar, demak Buxoro va samarqandlik sportchilar ringda janglarini davom ettirishadi. 65 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasi bu safar birinchi juftlik bu vaznda. Qizil burchakka buxorolik Jahongir Zayniddinov taklif etildi. Ko'k burchakdan esa samarqandlik Asilbek Shodiyev joy oldi. Demak, ketma-ket Shodiyevlarning jangini kuzatamiz.
Aytish kerakki, buxorolik sportchi Jahongir Zayniddinov birinchi raqamda saralangan. Bu vaznda Buxorodan ham 20 nafar sportchi kelgan edi ushbu musobaqaga. Jang referisi Karim To'laganov sportchilarni nazoratdan o'tkazmoqda. Bilasiz, Karim To'laganov yurtimiz mustaqilligidan so'ng yozgi Olimpiya o'yinlarida mamlakatimizga birinchi oltinga teng bronza medalni taqdim qilgan. 1996-yili Atlanta Olimpiya o'yinlarida. Birinchi raund hozircha zarbalarni ko'rayotganimiz yo'q. Jeplar Zayniddinovdan mana qo'shdi asosiy zarbani. Shodiyevning harakatlari havoda qoldi. Hozircha yaxshi urinishlar, har ikkisida ham tezlik bor, mahorat ancha yuqori ekanligini his qilib bo'ldik va bir necha zarbalar Jahongir tomonidan hujumga o'tayotganda yaxshi to'xtatdi. Zayniddinov raqibini, ya'ni aynan Jahongirdan zarbalar. Egiluvchanlik ham bor ekan. Yaxshi bir necha zarba. Bu yerda Asilbekdan ham javob ko'rdik. Mana uning urinishi havoda qoldi bu safar. Yaxshi ikkilik zarbasi. Buxoro viloyati vakili osongina zarba bilan chiqib ketmoqda bosimdan. Birinchi raqamda harakat qilyapti, to'g'ri, Samarqand viloyati vakili, lekin o'zi mana bu kabi zarbalarni o'tkazib bormoqda. Xotirjam bu Jahongir Zayniddinov. Bu albatta tayyorgarlikning yaxshi bo'lganidan dalolat. Jeplar seriya, qarang Jahongir qanday tezlik bilan bu safar ham hujumni samarali yakunlamoqda. Ring bo'ylab harakat uning tomonidan mana endi kutishni boshladi. Zarba bilan to'xtatdi hujumni. Yana bir chap qo'l zarbasi. Samarqandlik sportchidan bir necha zarbalar, biroq noaniq. To'g'ridan yo'llangan cross Jahongir tomonidan aniq. Yana bir urinish chap qo'l o'tdi. Asilbekning zarbasi esa yana yetib borgani yo'q. Bu safar ham chap bermoqda mahorat bilan Zayniddinov. Chap qo'lni. Qo'llar pastga tushgan, lekin ko'ryapsiz. O'ziga xos harakatlar, uzvilik bor, oyoq harakatlari bilan ana shu qo'l zarbalarini bir-biriga munosib tarzda bog'lagani holda jangni davom ettirmoqda Jahongir Zayniddinov. Yana bir seriya va birinchi raund yakuniga yetdi va shubhasiz menimcha albatta Zayniddinov 5-10 hisobda g'alabaga erishdi. Shunday. Hakamlarning ham mana xulosasi. Barcha hakamlar bir ovozdan ustunlikni bergan, hatto bitta hakam ikkinchi tomonga Samarqandlik sportchiga 8 ball ham bergan. Burchakda mana Adis Sharipov ham ko'ryapmiz. Buxorolik mutaxassis, tajribali mutaxassis Shahzod Muzaffarovning ustozi, qolaversa Nodirbek G'ulomov aynan qizil burchakda Jahongir Zayniddinovga ko'rsatma berishyapti. Yaxshi jamoa shakllangan Buxoroda ham. Murabbiylar jamoasi. Boshladi Jahongir. Ikkilik zarbasi.
Eng muhimi bu yerda menga yoqayotgani Jahongir deyarli o'ziga zarba olayotgani yo'q. Qarang, qanday mana zarbalardan qochishga muvaffaq bo'lyapti. Egiluvchalik bor, joyida klinchga kiryapti, tez-tez oyoqda juda yengil harakat qilyapti. Aslida boksda ko'p zarba berish emas, kamroq zarba berib, o'zi umuman zarba o'tkazmasa, ana shu sportchi mahoratli hisoblanadi bu yerda ham. Mana bu yerda yondan zarba. Bu ana shu Xalakovni eslatadi. Buxorolik aslida Abdumalik ham. Albatta, Abdumalikka havas qilgan bokschilar ham ko'p. O'z vaqtida Abdumaliklar ham aytaylik Elshod Rasulovga havas qilgan bo'lish kerak. Dilshod Mahmudov kabi sportchilar bo'lgan. Oyoqda juda yaxshi harakat qilib, yengil harakat qilib, egiluvchalik va kutilmagan hujumlar evaziga g'alabaga erishar edi. Mana endi Abdumalik ana shu mahoratni yanada yuksaltirdi va uning mana bu izdoshlari desak to'g'ri bo'lar har qalay. Ranglarini ko'ryapmiz uning. Jahongirda. Gavda bilan, barchasini qo'l bilan emas, gavda bilan himoyalanyapti Jahongir. Uning hujumi. Albatta bu orqali Jahongir raqibini ancha asabiylashtiryapti. Ko'ring, o'ziga deyarli zarba tekkizmayapti, kutilmaganda hujumga kiradi. Raqib hujumga kelgan paytda, o'tgan paytda tanasi orqali zarbalarga chap berib, raqib hujumlarini havoda qoldirmoqda. Bu yerda himoyaga tegmoqda. Asilbek Shodiyevning zarbalari ko'rsatmalar berilyapti albatta samarqandlik sportchiga. Bizga yaqin burchakda bo'lganligi uchun eshityapmiz, lekin ijro etishda oqsayapti baribir Asilbek. Chunki raqibining mahorati ancha ustun unga qaraganda, tan olaylik. Ikki umuman boshqa uslubdagi bokschilar bu yerda. Seriya. Unda uncha kuchli bo'lmagan, zarbalar, lekin aniq barchasi. Kel, jang qilamiz demoqda. Jahongir raqibini asabiga tekkan holda. Va bu yerda qiziq holat, mana 4 ta hakam g'alabani bu safar ham Jahongir Zayniddinovga berdi. Bitta hakam esa kutilmaganda 8 ball bergan. Jahongir Zayniddinovga, raqibiga esa ikkinchi tomonga esa g'alabani taqdim qilgan. Va e'tiborlisi aynan Asilbekka 2 nafar hakam hatto 8 ball bergan. Bittasi esa umuman g'alabani unga beryapti. Jizzaxlik mutaxassis. Nachora, har bir hakamning o'z xulosasi bor, lekin umumiy yakunda 4-1 hisobida hozircha ikkinchi raunddan so'ng Jahongir Zayniddinov g'alabaga erishmoqda. Demak, so'nggi raundga ruxsat berdi Karim To'laganov. Zarba bilan kutib olmoqda Zayniddinov raqibini. Bu yerda seriyani ijro etdi, yaxshi bu yerda. Asilbek seriyalar yomon emas. Yomon emas. Kerak, hozir mana shunday tavakkallar kerak uning uchun. Raqibni ochiq jangga olib kirish kerak. Aks holda taktik jangda u imkoniyatni boy berib qo'ymoqda. Yaxshi kutib oldi Zayniddinov yana. Ring burchagiga qisib boryapti-yu, bosim uyushtiryapti-yu Asilbek, lekin yakunida muvaffaqiyat qozona olmayapti. Bitta zarba bilan chiqib ketadi mana Jahongir Zayniddinov. Mana shu fikrimizning isboti. Qanday zarba Jahongir tomonidan. Jeplarni ko'proq ishladi demoqda, lekin Asilbek hozircha buni
ijro qilinmayapti. Jeplar orqali hujumga kir demoqda. Bu yerda zarba bilan to'xtatdi yana Zayniddinov raqibini. Jeplar Annoq Jahongir tomonidan raqib hujumga o'tganda yarim qadam ortga chekinib turib, o'ziga qulay hudud masofani yaratib turib, so'ng zarba bermoqda Jahongir. Qarang, masofani ushlashini qanday to'xtatib qoldi hujumga o'tayotgan paytda va natijada hisob ochilyapti. Asilbek Shodiyevga nisbatan. Bu yerda to'g'ridan yo'llangan zarba, albatta. Mana shu o'tkazilayotgan zarbalar, harakatlarning o'xshamasligi Asilbek Shodiyevning murabbiylarini jig'ibiron qilyapti. Albatta, mashg'ulotlarda mana shu kamchiliklar ustida albatta ishlashadi degan umiddamiz. Chunki hali oldinda katta maqsadlar bor Asilbekda ham, uning murabbiylarida ham. Eng muhimi bu musobaqalar orqali kamchiliklar ko'rib olinishidir. Undan tashqari turli usuldagi, yo'nalishdagi, uslubdagi bokschilarga ro'bara kelganda unga qarshi to'g'ri taktika orqali jangni olib borish juda ham muhim. Demak, jang g'olibi bu yerda bir ovozdan Jahongir Zayniddinov g'alabaga erishmoqda, buxorolik sportchi. Samimiy tabriklaymiz, yana bir umidli, iste'dodli sportchi paydo bo'lmoqda. Qadrli muxlislar, yoshlar boksida qadrli muxlislar, demak 65 kilogramm vazn toifasida navbatdagi saralash jangini sportchilari Toshkent shahri vakili Umidjon Soliyev va uning raqibi Muhammad Siddiq Hojiboyev Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi tarbiyalanuvchisi. Mana sportchilar ko'rinish berishdi. Aytish kerakki, bular ham bir-birlarini juda yaxshi bilishadi, chunki ikkalasi ham poytaxtda, undan tashqari Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida ko'plab yig'inlar o'tkazilmoqda. Bu vaznda demak nimchorak final jangi bu. Nimchorak final jangi. Jang referisi farg'onalik Jahongir Soliyev hisoblanadi. O'rni kelganda aytish kerak, aynan ana shu farg'onalik mutaxassis yaqindagina
kuni kecha yakuniga yetgan kattalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatida eng yaxshi hakam deya e'tirof etildi. Demek referi sportchilarni nazoratdan o'tkazyapti. Umidjon Soliyev 5-raqamda saralangan. Muhammad Sidiq Hojiboyev bundan biroz avval ana shu Prezident Olimpiadasining boks musobaqalarida sovrindor bo'lgan edi. Muhammad Sidiqning zarbalari o'tdi. Bu yerda Umidjon tomonidan javob zarbalari. Ikkalasi ham klassik boks namoyish etmoqda. Time out. Demak, bu yerda Umidjonning poyabzalining bog'ichilari bo'shab ketgan, yechilib ketgan. Tartibga keltirish zarur. Jang davom etadi. Soliyev yaxshi ikkilik zarbasini yana o'tkazdi. Bo'ylari ham bir xil deyarli. Bir xil usulda jang olib bormoqda sportchilar. Yo'q, yana tegmadi. Hojiboyevning ikki zarbasi bu yerda seriyani ijro etdi. Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlari tayyorlash markazi tarbiyalanuvchisi zarbalar almashuvi. Soliyevning zarbasi aniqroq bu yerda jeb. Yana bilim yurti tarbiyalanuvchisi ikkilik zarbasini ijro etmoqda. Bu uchrashuvda hakamlarning yengil qarori bilan g'alaba ko'k burchak Kamronbek Hamdamov g'olib chiqdi. Farg'ona viloyati vakili. Zarbalar almashuvi bir xil tempda, bir xil jarayonda jangni olib bormoqda sportchilar. Yaxshi Hojiboyevdan zarbalar. Nurmuhammadov Bahodir Jalolov maktabi. Yaxshi kutib oldi Hojiboyev. Umidjon bosimni kuchaytiryapti. Yakubova, Arzikulov, O'razov, Yo'ldashev. Juda ham mahoratli bokschilar, mahoratli. Qarang, ikkilik zarbasi Hojiboyevdan yana bir chap qo'l zarbasini o'tkazib bosimni kuchaytiryapti Umidjon Soliyev. Kutyapti Soliyev. Chalg'ituvchi harakatlar yetib borgani yo'q Hojiboyevning zarbasi. Jeplar Hojiboyevdan yaxshi o'ng qo'lda kutib oldi. Hojiboyev va bu yerda Umidjon Soliyevning zarbasi ham samarali bo'ldi. Hojiboyevning zarbasi noaniq. O'tkazdi o'ng qo'lni. Biroz o'zini tortib turib Hojiboyev yaxshi zarbani yo'lladi. Katta bosim bilan harakat qilmoqda Soliyev. Ammo bunga bu bosimdan samarali chiqib ketishga harakat qilmoqda Hojiboyev ham. Seriya bir necha zarbalar Umidjon Soliyev tomonidan yana ring burchagiga qisib keldi, o'z zarbani ham o'tkazdi, lekin uning ham bir necha zarbasi aniq. Mana endi hakamlarga ham yaxshigina muammo tug'dirdi sportchilar deganimda, bu yerda Umidjon Soliyevga g'alabani berishyapti.
seconds out. Ikkinchi raund qadrli muxlislar. Sportchilarning jismoniy tayyorgarligi ham juda zo'r ekan. Hojiboyev yaxshi kutib oldi. Yetib borgani yo'q. Solievning zarbasi aniq. Seriya. Solievdan yana bir urinish. Bitta zarba berib, so'ng nuqtani o'zgartiryapti bu yerda. Ochiq qo'lqop bilan zarba berish mumkin emas. Bu Hojiboyevga ko'rsatma. Yaxshi, aniq zarbani o'tkazdi Soliev. Tanaga tez-tez zarbalarni yo'llamoqda Soliev va raqibning himoyasini ana shu orqali chalg'itmoqchi u. Yaxshi, qarshi hujumda tutdi. Soliev raqibini odatda himoyada turganda sekinroq zarbani yo'llayapti. Hujumga o'tishi bilan qattiq zarbalar bilan kutib olmoqda. Soliev uppercut Hojiboyev tomonidan. Yaxshi, ikkilik zarbasi Hojiboyev. Hojiboyev Muhammad Siddiqda zarba seriya va chap qo'lni qo'shdi yuqoridan boshqa zarbalar. Bir necha zarba Hojiboyev yana yo'llayapti. Qo'shdi u. Biroz to'xtab qolyaptimi Umidjon Soliev? Ikkilik zarbasi o'tdi, qo'shdi Soliev. İkilik zarbasi Hojiboyev. Yo'q. Va bu safar 3 ta hakam Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi tarbiyalanuvchisi Muhammad Siddiq Hojiboyevga qalamani berdi. 2 ta hakam esa Umidjon Solievning ustun kelgan deya hisoblamoqda. Bu albatta jangning juda ham qiziqarli, teng kurashlar ostida o'tayotganligini bildiradi. So'nggi raund demak Seconds out. haqiqiy sportchilarning mahoratini belgilab beradi. Ko'ryapmiz, angladik. Juda zo'r tayyorgarlikka ega bu sportchilar. Boshladi Soliev. Jeplar. Ikkilik zarbasi qarshi hujumga tayyor. Hojiboyev ham e'tiborlisi ikkalasi ham bir xil taktikada harakat qilyapti. Birinchi hujumni to'xtatish bilan ikkinchisi hujumga o'tayapti. Bunday paytda bir g'olibni aniqlash ham qiyin. Gavdaga zarba Hojiboyev tomonidan. Uppercut Hojiboyev
O'g'il zarbasini o'tkazdi Soliyev. Uppercut yana Hojiboyev, Muhammad Siddiq. Yana ikkitalik zarba ortidan. Seriya Soliyev. Yo'q, tana, biroz beldan pastga zarba yubordi. Ha, buni o'z vaqtida referi angladi. Kutyapti Soliyev. İkkilik zarbasi seriya Soliyev tomonidan. Sportchilarning qarang. Qanday ishtiyoq bilan so'nggi raundda ham jangni davom ettirishmoqda. 1 daqiqa qoldi jangning yakuniga yetishiga. Hojiboyev ham mana shu raundda yanada faollashdi. Yaxshi qarshi hujum Hojiboyev tomonidan. Yaqqol ustunlik bilan ko'k burchak. Otabek Nurmuhammadov g'olib chiqdi. Bahodir Jalolov maktab vakili. Chalg'it Soliyev yaxshi. Chaqiriladi 12. Yaxshi qarshi hujumda yana Soliyev raqibini. Jizzax viloyati. Ibrohim Shokirjonov, Respublika Olimpiya tayyorlash markazi. Sekinasi aniqlik Umidjon Soliyev tomoniga o'tmoqda. Referi Sodiq Kidirov. Yo'l tarafda hakamlar Yo'ldashov, Baratov, Hojiboyev bosim bilan keldi, ring burchagiga taqab keldi, ammo davom etish kerak. Va jang yakuniga yetdi. Juda ham qiziqarli jang. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar har ikkisiga ham tashakkur aytamiz. Mana shunday qiziqarli jangni muxlislar uchun taqdim etib berishgani uchun. To'g'risi, durang berishning imkoni yo'q. Juda bir-biriga yaqin janglarni taqdim etishdi va endi kimga g'alaba nasib etadi, kimga omad kulib boqadi endi buni hozir bilib olamiz. Demak, Umidjon Soliyevga g'alaba berilmoqda. So'nggi raundda u g'alabaga erishgan ekan. Murabbiyning fikri, hakamlarning fikriga qaraganda barchasi aynan Toshkent shahri vakiliga ustunlikni berishgan. Biz albatta Muhammad Siddiq Hojiboyevga ham omad tilab qolamiz. Respublika Olimpiya Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi tarbiyalanuvchisiga. Albatta unga yoqayotgani yo'q, biroz tushkun holatda, lekin yaxshi jang qildi u ham. Biz esa mana shu nuqtada, qadrli muxlislar, reportajimizni yakunlaymiz. Yoshlar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatini Sport telekanalida kuzatishda davom eting.